Shu desanglar o'rtoqlar, yozni issiq qaqpaq kunlarda g'ashimga tegmagan gilam paloslarim qishning qahraton kunlari ishi taqillatib turganda g'ashimga tegib asabimni egavlasa bo'ladimi? To'g'ri, yoz bilan ham bu oshxonani palosini 2 martalab yuvdim. Oshxona ekan har xil narsalar to'kadi. Bolalarim yosh, ovqatlarni to'kib yuboradi. Shu o'g'lim bo'lsa rosa qusadi. Shunchun birpasda dog' bo'lib ketadi. Yaxshiyam sipayib bo'lsam nima deb bahona qilardim. Xullas, erimga oshxonani paloslariga qo'shib ichkari uyda gilamlarini yuvaman. Mebellarni ko'tarib bo'shatishib qo'ying desam, sovuq tushganda gilam yuvmasdan ko'zingizni qising. Ertaga belim og'riyapti, shamolladim degan gaplar menga kerak emas. O'zlari yuvib beradigan firmalarga berib yubor deydi. Bu gap menga rosa yoqib tushdi-da. Lekin uylarni bo'shatish bering desam, ana bo'shatishaman, mana bo'shatishaman deb naqd bir hafta jonim egavlar. O'rtoqlarim maslahatiga ko'ra ellik gilam yuvish xizmatini chaqirdim. Bir deganda mebellarni ko'tarib o'zlari yig'ib olib ketishdi-ya. Voy o'rtoqlar, erimizga jag'illab, jag'imiz tolib, asablarimiz egavlaganimizni kirasimas ekan. O'rtoqlarim, yaxshilab quloq solinglar, eshitmadim demanglar. Elif Klianuzda parda, gilam, to'shak, adyol, mebel yuvish xizmatlari bor. Eng qaymoqqina bizga yoqadigan joyi butun Andijon bo'yicha dastlabki xizmati bepul. O'zlari uyingizdan mebellaringizdagidan yig'ib olib ketib, o'zlari olib kelib berishadi. Eng qizig'i, xizmat sizlarga yoqmasa qaytadan tekinga yana yuvib berishadi. Oshxonami palosini solib, dog' palosini oppoqqina bo'lib, priyanniy hidlar kelib turganini ko'rib mazza qilib o'nglarga tushib oldim. Elif Klianuz servis xizmatlaridan eng mazza qilib olgan joyim nima bilasizlar? Panadan yildirdik. Pardan yildirgandan keyin ham shunchaki biz yuvilgandan keyin dazmol qilib kelinadi, lekin kelgandan keyin mana par dazmolda sog'liqni dazmollanib topshiriladi. Agar pardalar ilish kerak bo'ladigan bo'lsa, telefon qilib chorib qilib beramiz. Andijon, shunaqa servis xizmatlari bilan og'zimni lang ochgan, gilamlarimni yiltillatib, chekalarini choklab bergan Elif Klianuzga kattakon rahmat.